Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. 2026-yil 17-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida qonun qabul qilindi. Bunda bolalar zo'ravonligidan himoya qilish tizimini yanada takomillashtirdi. Unga ko'ra, Jinoyat kodeksiga kiritilgan qo'shimchalarda voyaga yetmagan shaxs tavsiflanganligi yoki tasvirlanganligi aybdorga ayon bo'lgan pornografik mahsulotlarni tarqatish maqsadida saqlash, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llangandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblashning 100 baravaridan 600 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazo qo'llanishi belgilandi. Shuningdek, Jinoyat kodeksiga voyaga yetmagan guvohning qonuniy vakili tushunchasi kiritildi. Guvoh voyaga yetmagan shaxs bo'lgan hollarda uning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish uchun guvohning qonuniy vakili ishtirok etishga jalb qilinadi. Ishda qonuniy vakil sifatida ota-onalar, farzandlikka olingan shaxs, vasiylar, homiylar, vasiylik va homiylik organining vakillari ishtirok etishi mumkin. Qonuniy vakilning ishda ishtirok etishiga yo'l qo'yilganligi haqida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror qaror qabul qiladi, sud esa ajrim chiqaradi. Bundan tashqari, voyaga yetmagan shaxsning tasvirlanganligi yoki tavsiflanganligi aybdorga ayon bo'lgan pornografik mahsulotlarni tarqatish maqsadida saqlanganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Yangi Bozor tuman yuridik xizmat ko'rsatish markazi boshlig'i Rajab Omonboy Bog'bekovich.